Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq obunachilari. Agarda sizlar uylarda motorlar uzoq vaqt ishlatmagan bo'lsanglar, to'pga suqqaninglarda motor ishlamasa, g'ing'illab turgan ovoz chiqsa, buni ustaga olib borishinglarga hojat yo'q. Buni oson yo'li, bu orqasini qopqog'ini ochasizlar. Qopqog'ini ochib turib, parragini ham chiqarasizlar. Ikkita prostatkada parraga chiqadi, keyin omborda olib turib, o'qini aylantirib yuborasizlar. O'qini qo'zg'atib yuborasizlar, chunki kirchatkasi zanglab qolgan bo'ladi. Ozgina qo'zg'atib yuborganingizdan keyin o'qini parragini joyiga solasizlar. Qo'l kuchida kidirib qo'ysa bo'ladi. Keyin bu qopqog'ini ham kidirib qo'yasizlar joyiga. Qopqog'ini kidirib qo'yganingizdan keyin osongina ishlayveradi motorlar. Bemalol yana ishlatsalar bo'laveradi. Bu motorlar g'ing'illab qolib, qanaqa motori kuydimikan, nima qilishim kerak, ustaga olib borishim kerakmikan deyishinglar shart emas. Orqasini ochib, parragini aylantirib qo'ysalar ham bo'laveradi. Parrak aylanganda o'rtadagi o'qi ham aylansin. Agar o'qi aylanmasdan parrada o'zi aylansa, parrada ikkita aktyorga yordamida chiqarib turib, manaqa kulishda buraverasizlar o'qini. Shunda o'qi ozgina qo'zg'algandan keyin kirchatkasi ham aylanadi, motor keyin ishlayveradi.